Timotiyga yezilgan 2-chi xat, 1-chi bob. İsa Mesih orqali yangi hayotlikka erishish va'dasini jakarlash uchun Xudoning irodasi bilan İsa Mesihning elchisi bo'lishga tanlangan menki Pavlusdan o'z o'g'limdek qadrli Timotiyga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz İsa Mesih sana mehr shafqat, rahimdillik va omonlik ato qilg'ay. Men xuddi ajdodlarimga o'xshash Xudoga pok vijdonim bilan xizmat qilyapman. Men sen uchun Xudoga shukr aytaman. Mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, duolarimda seni doim eslab turaman. Ayrılgan vaqtimizda oqqizgan ko'z yoshlaringni eslaganimda sen bilan yana bir qitim ko'rishishni intayin orzu qilaman. Sen bilan ko'rishish meni intayin xushal qildi. Sening samimiy e'tiqoding esimdan chiqmaydi. Eng avval mo'mon Loida va onang Amnikida bo'lgan e'tiqodning endi sendimi bo ekanligiga cho'nqur ishinaman. Shuning uchun men shuni yodingga salayki, qo'llarimni ushchangga qo'ygan chog'da Xudo sana bergan qobiliyatni to'liq ishlatkaysan. Chunki Xudo bizga ato qilgan muqaddas ruh bizni qo'rqinchga solmaydi. Balki Xudoga xizmat qilishimiz uchun bizni kuch-qudrat va mehr-muhabbat bilan to'ldirib, o'zimizni tutib olishimizga yordam berdi. Shunga Rabbimiz haqida xushxabar yetkazishdan va uning uchun xizmat qilish yo'lida mahbus bo'lgan mendan nomus qilma. Aksicha, Xudo sana ato qilgan kuch-qudratga toyinib, xushxabar yetkazish yo'lida men bilan birga azob oqibat chekishga tayyor tur. Xudo bizni qutqizib, pok yashashga chaqirdi. Bu bizning qilgan yaxshi amallarimiz bilan emas, balki Xudoning irodasi va mehr shafqati bilan bo'ldi. Xudo bizga İsa Mesih orqali bu mehr shafqatni ko'rsatganligini dunyo oxirida bo'lishdan ilgarila planlagan edi. Hozir bu mehr shafqat qutquzguchimiz İsa Mesihning kelishi bilan ayon bo'ldi. İsa Mesih insonlarni iskanjaga olgan o'limning kuchini bekor qilib, xushxabar orqali insonlarga mangulik hayot yo'lini ochib berdi. Men bu xushxabarning jakorchisi va elchisi, shundaqla u to'g'risida ta'lim berguvchi bo'lib tayinlangan. Hozirgi bu azob oqibatlarni totishimning sababimi shu. Lekin buningdan nomus qilmayman. Chunki men kimga e'tiqod qilganligimni bilaman. Hamda Xudoning menga omonat qilgan bu xushxabarni Rabbimiz qaytib kelgan kungacha cho'qim qo'g'daydiganligiga ishinaman. İsa Mesihga mansub bo'lib, uningdan kelgan e'tiqod va mehr-muhabbat ichida yashab, mendan anglagan haqiqiy ta'limlarni nizom qilib, uningda ching tur. Sana omonat qilingan bu qimmatli haqiqatni hammamizning qalbida bor bo'lgan muqaddas ruhning yordami bilan saqla. Anglaganingdek, Osiyo o'lkasidagi e'tiqodchilarning hammasi degudek meni tashlab etdi. Ularning orasida Figel va Ermogen bor. Rabbimiz Onesiforning oilasidagilariga rahim shafqat qilg'ay. Chunki u ko'p qitim meni yo'qlab, ko'nglimni ko'tardi. U mening mahbus bo'lganligimdan nomus qilmadi. Rim shahriga kelganida u meni topqicha ko'p ovora bo'libdi. Qiyomat kuni uning Rabbimizning rahim shafqatiga erishishini
tilayman. Əfə şərdi onun man qılğan nurgun xismetidən senin mu obdan xəbrin ba. Xəbrin ba. İkinci bab. Ey oğlum, sen İsa Məsih'nin mehir şəfqətiga tayinib, güçlük bol. Sen məndən öyrənген təlimlərini köp etiqatçılar anlığan və bu təlimlərinin doğru ikənligiga guvalıq berib kelgan. Endi bu təlimlərini işençlik hem de başqalarga təlim bereləydigan kişilərə yetkizgin. İsa Məsih'nin yaxşı gəncisi bolup, mən bilan birgə azab oqubət tatışqa tayyor tur. Gəngçi boğan kişi öz komandanını razı qilish uchun turmushning ushaq-tushaq ishlarga boshqa puhrolardek aralashmasligi kerak. Musobaqa qatnashgan tan harakatchimu musobaqa qoidalariga rioya qilmasa, g'alabaga erisholmaydi. Ajr singdirgan dehqon olgan g'usulidan albatta birinchi bo'lib bahramon bo'ladi. Bu hikmetlik sözlerini yaxşı oyla. Çünkü Rabbimiz sana bu işlarının hemisi de akıl beridi. Sen Davud padşahının evladı boğan ve ölümden tirilgen İsa Mesih'ini esinde tut. Bana bu men yetkiziyotgan xush xabar. Bu xush xabarni yetkizganligimdan köp azap uqubat çektim. Hatta jinoyatchilardek shallanib zindonga tashlandim. Lekin hech kim Xudoning so'zini shallayolmaydi. Shuning uchun Xudo tanlagan bandalarning İsa Mesih tarafidan qutqizilishi va mangulik shon sharafga erishishi uchun har qanday azob uqubatlarga bardoshlik beryapman. Tövendeki bu so'zlar ishonchlikdir. İsa Mesih bilan billa ölgen ikenmiz, onun bilen yeni hayatta billa yaşaymiz. Qiyinchiliklarga bardoshlik bersak, onun bilen billa hüküm süremiz. Biz onundan tansak, o mu bizden tanıdı. Biz onunla sadakatsizlik qilsak mı, o yanıla sadaqatlikdir. Çünkü o çokum özünün sözüde turmay qalmaydı. Bu işlarni davamlıq etiqatçılarning samiga sal. Xudo oldida ularni bema'ni so'zlar to'g'risida talash tortish qilmaslikqa buyrug'in. Bundaq talash tortishlarning hech qanday foydasi bo'lmayli qolmay, balki anglag'uvchilarning e'tiqodini vayron qiladi. Xudoning haqiqatini to'g'ri tushundirib, o'zingni Xudo oldida yerga qarab qolmaydigan, balki Xudoni xursand qiladigan xizmatchi qilib yetishtirishga tirish. Xudoga bo'lgan ixlosmandlikka munosib kelgan quruq gaplardan saqlan. Chunki bundaq gaplarni qilguvchilar Xudodan texmu yiroqlashidir. Ularning gaplari xuddi zaharlik o'smidek tezla yamrab ketidi. İmeney ve Filetlamu mana shundoq gap so'zlarni qilguvchilardandir. Ular o'lganlarning tirilishidan iborat bu ish allaqachon yuz berib bo'ldi deb haq yo'ldan chatnab, ba'zilarning e'tiqodiga buzg'unchilik qilmoqda. Biroq Xudo qurgan ul mazmut turmoqda. Uningda muni so'zlar muhrlanib yozilgan. Rabbimiz o'ziga mansub kishilarni tanıydı. O'zlarini Rabbimizga mansub deydigan kishilar yomonliklardan qo'l uzsin. Boy oilalarda faqat oltin kumush qochilarlar bo'lib qolmay, yog'och, sopol qochilarmi bo'ladi. Oltin kumush qochilar alohida sorunlarda, boshqalari bo'lsa odatdagi sorunlarda ishlatildi.
Agar bir kishi o'zini yuqorqi yomon ishlardan pok tutsa, u xuddi alohida so'rinlarda ishlatiladigan oltin kumush qochiga o'xshaydi. Chunki u pok bo'ladi hamda xo'jayiniga, ya'ni Xudoga yaramli kishi bo'lib, har qanday yaxshi ishlarni qilishga tayyor turadi. Shunga yoshlikning orzu-havaslaridan o'zingni tot. Pok qalb bilan Rabbimizni chaqirgan boshqa kishilar bilan billa haqqoniylik, e'tiqod, mehr-muhabbat va inoqlikni izda. Ahmoqona va behuda talash-tortishlarga aralashishni rad qil. Chunki bundoq ishlarning jidal kiradiganligini bilasan. Rabbimizning xizmatkori jidalxo'r bo'lmasligi, aksicha hammaga mehribon va ta'lim berishga mohir, sabr toqatlik bo'lishi kerak. Rabbimizning ta'limiga qarshi turganlarga muloyimlik bilan nasihat qilish kerak. Balkim Xudo ularga haqiqatni bilib olish uchun tavba qilish fursatini berdi. Buning bilan ular uyqusini echib, o'zlarini tutqun qilib, orzusiga yetmoqchi bo'lgan shaytonning to'ridan qutula oladi. 3-bob. Shuni bilginki, oxir zamonda ig'ir kunlar bo'ladi. Bu chaqda insonlar o'zini o'ylaydigan, pulparast, maqtanchoq, takabbur va kufrlik qiladigan, ota-onasining so'zini anglamaydigan, vafoga jafo qiladigan, Xudoga beparvolik qiladigan, ko'yimsiz, boshqalarni kechirmaydigan, tuhmatxo'r, o'zini tutamaydigan, vahshiy, shundaqla xayr-saxovatning dushmani bo'ladi. Ular sotqun, talva va haqovur bo'lib, kayf saponi Xudodan yaxshi ko'radi. Sirtqi qiyofatda ixlosmand bo'lib elib, amaliyotda ko'nglida Xudoning qudratini inkor qiladi. Bundaqlardan yiroq tur. Ularning orasidagi ba'zi kishilar boshqalarning uylariga suqunib kirib elib, irodasi ojiz, gunohga patgan va har xil orzu-havaslarning quli bo'lib qolgan ayollarni ozdirdi. Bundaq ayollar har qanday odamning ta'limlarini anglaydi va haqiqatni to'nib yetolmaydi. Yanni bilan Yambiri Musa payg'ambarga qanday qarshi chiqqan bo'lsa, bu ozdirg'uchilarmi haqiqatga shunday qarshi chiqadi. Bu ozdirg'uchilarning qalbi chirib ketgan, e'tiqodi soxta bo'lib, ular Xudo tarafidan rad qilingan kishilardir. Ularning qilmishlari uzunga davom etolmaydi. Chunki Yonni bilan Yambirining aqlsizligi fosh bo'lgandek, bularning aqlsizligimi xaloyiq oldida cho'qim fosh bo'ladi. Lekin sen mening ta'limim, yurish turishim, hayotlik nishonim, e'tiqodim, sabr toqatim, mehr muhabbatim, chidomligim hamda uchirgan ziyonkashligim va tatqan azob oqibatlarimga diqqat e'tiboringni qartib kelding. Bo'libmi Antakiya, Konya va Listra shaharlarida uchirgan ziyonkashliklarga qandoq bardoshlik berganligimdan hamda Rabbimizning meni bu ishlarning hammasini qutqizganligidan to'liq xabaring bor. Ayso Masihga mansub bo'lgan Xudoga ixlosmandlik bilan hayot kechirishga iroda bog'laganlarning hammasi ziyonkashlikka uchraydi. Razil va soxtipaz kishilarning ahvoli burunqidanmi yomonlashib, boshqalarni aldash bilan billa o'zlari oldinib ketidi. Lekin sen hozirgacha o'ginib kelgan va cho'nqir ishongan haqiqatda davomliq chin tur. Chunki
bu haqiqatni ishonchli kishilardan o'rganganligingni bilasan. Sen balaliq chog'laringdan tortibla muqaddas yozmalarni o'rganding. Bu yozmalar sana Ayso Masihga bo'lgan e'tiqod orqali qutqizishga elib boradigan aql farosatni taqdim qildi. Bütün muqaddas yozmalar Xudoning ko'rsatmasi bo'yicha yozilgan bo'lib, u haqiqat to'g'risida ta'lim berish, xatoliklarni ko'rsatib berish, savalliklarni tuzitish va kishilarni haqqoniylikka yetaklashga foydalidir. U Xudoga mansub bo'lgan kishilarni to'liq qurollantirib, ularni har qanday yaxshi ishlarni qilishga tayyor turg'izalaydi. 4-bob. Men tiriklar bilan o'lganlarni so'roq qildigan hamda o'z podshohligini qurish uchun qaytib keldigan Ayso Masihning shundoqla Xudoning oldida sana shundoq buyruq qilamanki, fursat bo'lsin, bo'lmasin, har vaqt Xudoning so'zini yetkizgin. Sen zo'r sabr, toqat va yaxshi ta'lim berish bilan kishilarning xatoliklarini tuzatkiz hamda ularni ogohlantirgin va rag'batlantirgin. Chunki shundoq bir zamon keladiki, u chaqda insonlar Xudo to'g'risidagi to'g'ri ta'limlarni anglashni xohlamaydi. Balki ular quloqlariga xush yoqadigan so'zlarni anglash uchun o'z havaslariga uyg'un keladigan ta'lim berguvchilarni izlaydi. Haq so'zlarni rad qilib, bema'ni afsonalarga quloq soladi. Lekin sen har qanday ahvolda o'zingni sagak tut. Azob oqibat tatishga tayyor tur. Har vaqt xushxabar yetkazish xizmatida bo'lib, Xudo sana topshirgan vazifani ado qil. Endi o'zimga kasam, hayotim Xudoga qurbonlik o'rnida taqdim qilinish oldida turadi. Mening bu dunyodan ayrilganimga oz qoldi. Men Xudo yo'lida oxirgacha kurash qildim. Ya'ni yugurish musobaqasining bütün manzilini besib bo'ldim. E'tiqodimda ching turib keldim. Hozir haqqoniylik toji meni kutib turdi. Uni oldi so'roq qildigan Rabbimiz qaytib kelganda menga kiydirdi. Shundaqla uni yolg'iz menga emas, uning qaytib kelishini intizorlik bilan kutib turganlarning hammasiga kiydirdi. Yenimga tezden yetib kelishga tirish. Chunki qarindishimiz Kiriski Galatiya o'lkasiga, Titus Dalmatiya o'lkasiga ketdi. Demas bo'lsa, bu dunyoning ishlariga berilib ketganligi uchun meni tashlab Saloniki shahriga ketdi. Yenimda yolg'iz Luqa qoldi. Markusni o'zing bilan birga elib kel. U xizmatlarimda menga yordamchi bo'ladi. Tikikusni Efes shahriga avitvetdim. Kelishingda Troas shahrida bo'lgan vaqtimda Karpusning endi qoldirib qo'ygan to'nim bilan kitoblarni, bo'libmi o'ram teri yozmalarni birga og'ash kelgin. Miskar Iskandar menga ko'p ziyonkashlik qildi. Rabbimiz cho'qim uningga qilmishlariga loyiq jazo yondirdi. Senmi uningdan hoşyar bo'l. Chunki u biz yetkizgan xushxabarga kuchining boricha qarshi chiqdi. Birinchi qitim sotlanganimda menga yordam qildiganlar chiqmadi. Aksicha hammasi meni tashlab ketdi. Xudo ularni kechirim qilg'ay. Lekin Xudo men bilan birga bo'lib, menga xushxabarni to'liq jakarlashga madad berdi. Natijada u yerdagi hamma Yahudi emaslar bu xushxabarni angladi. Buning bilan Xudo meni bu qitimqi sotdan, ya'ni
yo'lvasning og'zidan qutqizib chiqdi. Rabbimiz meni har xil yomonliklardan qutqizib, arishdiki o'z podsholig'iga bexatar yetkizgay. Barliq shon sharaf Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. Menden Priskila bilan eri Akvilaga va Onesiforning oilasiga salom ayt. Erast Korin shahrida qoldi. Trofim kesal bo'lib qolganlikdan uni Milet shahrida qoldirib qo'ydim. Qish kirib kelguncha bu yerga kelishga tirishqin. Evul, Pud, Lin, Klavdiya va barliq qarindoshlardan sanga salom. Rabbimiz sizlar bilan birga bo'lg'ay. Xudoning mehr shafqati sizlarga yor bo'lsin.